Assalomu alaykum, ovush qozlari, o'chakalar. Shu mashhur hozir hamma Instagramlarda reklama bo'layotgan joyga keldik. Do'stlar bilan ham bugun tug'ilgan kun, ham bayram munosabati bilan 21-kun. Akalar baliq ov tekin, mana bu fasulda qozon qilardi. İsterseniz bir kuni bilan faqat kunduz kuni uchun 50 ming so'm ichkari qilyapti. Oladigan bo'lsangiz 100 ming so'm.